shunchaki loy, sen uying ham loy, sen o'zingcha uyingni maqtamoqchi bo'lyapsanmi? Men maqtamayapman uyimni, shunchaki meni uyim mustahkamroq. Qanday mustahkam? Qara. Ey, men uyimni buzma. Qara, seni shu uying mustahkammi? Ha, meni bu uyim mustahkam. Seni mana bu uyingdan ko'ra meniki mustahkam. Yo'q, seni uying shunchaki loy, sen hech qanday zo'r uy qura olmaysan. Kel, belashamiz. Biz uyimizni to'siq bo'laveramiz. Kimniki zo'r ekan? Bellashmaymizmi? Bellashishmi? Bu yoqqa urib tashlayman, seni bellashasan. Yo'q, meni urishdan ko'ra oldin tutib olishmi? Qiyin emas-ku, tutib olish bu yoqqa. Qanday qiyin emas? Meni tutish shunchaki oson emas. Sen shunchaki ortimda qolib ketasan, hatto yetolmaysan ham. Shunday emasmi? Hozir ustingga sakrab kallangda o'tirib olsamchi, qo'lingdan kelmaydi ekan ishni aytmasangchi. Voy, men yugura olmayapman. Loysan-ku. Mana ushladim. Voy, kulisa. Ushladim. Baribir ushlay olmaysan. Davaychi bellashamiz. Eshikni och, bellashamiz deyapman. Mayli. Короче, ana uyim ham ta'mirlanib qoldi. Barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan Felix Jon. Короче, bugun Jitali bilan uyimizni ta'mirlab, uyimizni bola bir anaqa qilishimiz kerak. Ya'ni kimni uyi ana zo'r bezatilgan-ki, yo'q, bezatilgan va o'shandayda. Hozir men kreativ olay birinchi. Yo'q, birinchi kreativ emas aytgancha. Birinchi men ikkilarimni tozalashim kerak edi. Ikkilarim tozalashim kerak edi. Do'stlar, sizlarda xuddi ekran turgan akkauntni yutib olish imkoniyati bor. Men bu akkauntni konkursga qo'ydim. Konkurs shartlari esa juda ham oddiy. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'yamiz, videoga like bosamiz va kommentariyaga omma so'zini yozib qoldiramiz bolalar. Va albatta 25-iyun kuni Telegram kanalimizda xuddi shu akkauntni g'olibini aniqlaymiz. Telegram kanalimiz esa ekranda, ya'ni kuchukcha Felix MC. Albatta hammangizda shu akkaunt yutib olish imkoniyati bor. Buning uchun esa hozirroq konkurs shartlarini bajarib, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta, aynan shu akkaunt sizniki bo'lishi mumkin. Muhim eslatma, agar YouTube kanaliga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, avtomatik konkursdan chiqasiz. Konkursda hammaga omad. Men kreativ deyapman. Bu qanaqasi? Bo'ldi, buni olib tashlaymiz. Okay, let's go. Ikkalamiz birini tozalab olamiz. Ungacha like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Buni Okay. Biz tashlaymiz. Okay, let's go. Okay. 60 ta ya, hamayla 60 ta bo'lsa ham bizga yetadi. Har bittasi 2 tadan berganda ham 60 ta. Bilmadim. 2 tadan emas, 3 tadan berganga o'xshayapti. Xo'p, yaxshi bo'ldi. Menga 37 tasi qoldi. Menga yetadi shunchasi. Ana endi biz endi bellashamiz. Oldin kreativga o'tib olamiz. E'tibor bermaysizlar. Hamma narsani tozalab tashladim, garochim. Xo'p, davay 1 2 3 kreativga o'taylikchi. Xo'sh, kreativga o'tib oldik. Endi uyimizni ham bezatamiz va zo'r ta'mirlaymiz. Legboz bo'lib qo'yaylik, garochim. Xo'p, bizada mod bor. Bizaga qaysi blok? Bizni adashmasam bizaga qizil blok juda ham yarashadi. Va menda mod bor. Bu mod yordamida men 2 soniya adashib ketdim. Men 2-3-4 daqiqa ichida, 3 yoki 4 daqiqa ichida men uyimni полный versiyada juda hatto oliyman, ya'ni aylab chiqa olaman bemalol. Nimaga 2 qavat? Chunki 2 qavat bo'lsa normalniy bo'ladi. Bu daraja kattasi kerak emas, uning kattasi nima kerak, shunday emasmi? Okay, let's go. Yo'qchi bo'ldi, voshchi dahshat. Hop, 2 qavat bo'lsin, normalniy. Ana uyim bo'ldi, 2 qavat tayyor. Hop, Jitali endi o'zinikini o'rasa bo'ldi, atagi bo'ldi. Hop, men ichkariga kirib olishim uchun qayerdandir eshik yoki tuyni ochishim kerak. Bu bir qandaydir g'alati narsa. Hamayla mana shu yerdan ochamiz va iloji boricha mana bu narsa unga bormaslik kerak, ya'ni mana bu o'choqqa kirib bo'ldi, kiradi, chotki, zo'r. Endi uyimizdan mana bu joyini to'g'irlash chiqishimiz kerak, ya'ni bizda har xil narsalar bor. Bilganingizdek, birinchi navbatda eshik qo'ysam yo'q. Menga kerakli narsa mana bu va buni stolda. Buni stolni qayerdan topsam bo'ladi? Qanday, qayerda? O'tib ketmasam bo'ldi. Chunki o'tib ketishim ham mumkin. Mana o'tib ketmabman. Xo'p, juda ham yaxshi. Endi bizga kerak narsa boya bor edi. Bizning omadigini boya bor edi shu yerda. Bor edi. Mana shu narsa ham. Adashib ketdim. Mana boya bor edi dedim-ku.
Bu nima uchun deganlar uchun buni mana bunday kelgan mazaqa o'tirish uchun qo'yib qo'yamiz. Hop, bo'ldi. Ichkarini esa normalniy qilib bezatamiz. O'zicha meni uyimni qandaydir mustahkam va chiroyli emas deyotgandi. Endi mustahkam va chiroyli qilamiz. Qo'limizdan kelguncha albatta. Kelguncha emas, bu qo'limizdan keladi. Xo'p, nima qo'yamiz? Jitolni oldiga qanday narsalardan qo'ysam bo'ladi? Balkim tuxum qo'yarman, balkim gamburger, balkim mana bundanchi. Balkim pizza qo'ysam ekan. Bu fruit amayli. Jitel bo'tqaydi kichkina bo'lak qo'qali bu. Bo'pti, meva-cheva qo'yamiz. O'zimizdan bo'ldi, o'zbek. Ana bo'ldi. Uzumlarni, mana bu noklarni qiraylar, olmalarni qizib pishib turibdi. Maza qilib yeysan. Hop, endi misol uchun agar zerikib qolsak, misol uchun biror narsa o'ynab o'tirish kerak, o'sha uchun ham biror narsa olish kerak, o'sha o'ynash uchun ham misol uchun nima olsa bo'ladi o'ynash uchun bilmayapman-da o'shani. Balkim bumi? Yo'q. Bu qandaydir g'alati. Undan ko'ra Minecraft o'ynab, kompyuterda Minecraft o'ynaganing yaxshi-ku. Bu nimasi? Ana bo'ldi. Hop, mana bu yerga bitta yo'q, bu yerga yarashmaydi. Balki mana bu o't o'chirish qayerdadir o't o'chirish joyini qo'yib qo'yaman. Juda ham yaxshi va bu juda ham yaxshi. Bo'ldi, atak normalniy-ku, bundan ortiq nima kerak? Juda ham gap tashlash nima keragi bor, hojati bor, shunday emasmi? Mana bunga ham bitta eshik qo'yamiz va bo'ldi. Menga yetadi. Bundan ortig'i juda ham chiroyli shart emas. Endi esa ozgina o'tirib dam olamiz mana shu yerda meva-chevalardan. Bungacha jitel ham qurib bo'lsa kerak. Xo'p, menimcha jitel qurib bo'ldi emas, aniq qurib bo'ldi. Bu menimcha ichkarisini bezatgani yo bilmayman, atak hozir ko'ramiz. Hop, ochamiz. Jitel, sen ichkarini bezatmading. Yo, nimaga bezash kerak? Axir men tashqarisini chiroyli qildim-ku. Bu endi chiroylimi? Albatta chiroylikkina zo'r. Sen просто loysan. Qamayla. Короче, bo'pti. Вообще-то bo'lmading sen bu. Вообще-то bo'lmading, короче. Ha, mayli, o'zinglar aytinglar-da, kimniki zo'r mana. Men ichkarisini bezatib chiroyli qildim. Bu jitel hech narsa qilmabdi. Qamayla. Xayrlashamiz. Mana sizlar bilan Felix Chomolda kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.